Tabobat ilmining sultonlari arab va fors davlatlarida bo'lgan. Judayam zo'r jigari tozalash retsepti. Hozirgi kunda reanimatsiya bo'limida o'zini yaxshi natijasini ko'rsatgan. Jigar qotishida, jigar yog' bosishida, jigarning yog'ini eritishda, qondagi barcha zararlangan fermentlarni tushirishda, o't qopini holatini yaxshilash, og'izdan tahir ta'mlarni ketkazishda keng qo'llaniladigan ma'jun kabid yoki ma'jun kayid degan forsiy retsept. Diqqat bilan ko'rib saqlab oling. Kerak bo'ladi 200 gram rastorovshan urug'ini olasiz, unga 1 choy qoshiq qora sedanani solasiz, yaxshilab ko'femonkada kukun holatiga keltirib olasiz. Unga 1 choy qoshiq zarchava kurkuma solasiz va 1 chimdim yoki 1 dona qora murch solib, 2 osh qoshiq asal solasiz va 2 osh qoshiq zaytunni yog'ini solib, yaxshilab pasta holatiga keltirib, shu pastani mana shunaqa 1 choy qoshiqdan ertalab va 1 choy qoshiqdan kechqurun 21 kun iste'mol qiling. Juda ham yaxshi siz bilmagan va bilmagan kasalliklar uchun shifo topasiz. Albatta like bosib tarqatish esdan chiqmasin. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.